20 kundan beri Moskvada ishsizman, lekin o'yinda qatnashyapman. Yutuqsa ket. Shamsiddin Xalmanov, nima o ishsizsiz? Sog'lommisiz? Bilakda kuch bormi? Kallada aql bormi? Kallani ishlating, mana og'rimaydimi ya? Ishlatsangiz. Kallani ishlat, chig'ing qani bir tavakkal qilib turib, bir yotay bermasdan bir ketdi ko'tarib turib, "Hey, mashina Avstroyka tomonga yuring qani." Hech bo'lmasa gruzchiklikka ish bor. Stroitelni bozorlarga boring qani, millionta ish bor. Gruzchiklar hozir 200 ming rubl topyapti. Kuniga 10 ming rubl topyapti. 4 ta gipsa kartonni orting gazelga sraz bir 2 ming rubl beradi. Bir 10 xalta olmani orting, ana rotbanda orting qanday ish pul beradi? Harakat kerak. Hozirgi yoshlar erinchoq bo'lib ketgan. Ishni tanlab qilish bo'lib ketgan. Tanlamang, bosing gaziga. Urchani o'rganing, slavar yotlang, qaramang TikTok, kerak emas TikTok. O'chirtaylang boyagi Tyson bilan Saturnni barcha videolarni. Yangi akkaunt ochib, rus tili slavarlarni yodlang, o'rganing. Rus tili o'rgansangizgina sizga yaxshi ish beradi. Bo'lmasa iloji yo'q. Qayerga borsangiz boring, baribir ruschani bilasanmi degan savol beraveradi. Shu maktabda o'tib yurgan rus tilida shtogide kagdadan boshqa yoqqa o'ta olmayapsiz. Harakat qilsangiz bo'ladi. Bizning mentalitetimizga rus tilini o'rganish oson. Men ham borgan paytimda rus tilini bilganman, shuning uchun tez topib ketganman o'rnimda. Men bilan ishlay yurganlar ruschani bilmagani uchun 6 oydan keyin u meni qo'limda ishlagan. Men ish topish uchun shunday sumkani ko'tarib chiqib ketganman, Moskvaning ko'chasini o'rtasida Novostroykalarni izlab yurganman. Ish bormi deb. Shu yerda rus hali ham tilni bilganman hali ham. Shuning uchun yosh yigitlar kuchga to'lib turibdi. Bosinglar gaziga, o'rganinglar bunday olib bir internet bo'lsa, o'sha 2007-2008-yillar qo'limda bir internetda telefon bo'lmagan menda. Sizlarda hamma sharoit bor. 500 rubl bersanglar 20 gigabayt beradi. Hammalar bir oyga yetadi. Ya Qor Saturn bilan O'zbek Tyson motivatsiyasini eshitayotmasdan bir o'qinglar bunday bir slavar yodlanglar. Sochib yoraman deyapti. U tushunib olsin. Yo'q. U noto'g'ri u narsa. Siz sochib yormaysiz, aniq gapiring, tiniq gapiring. O'rislar aniqlikni yaxshi ko'radi. Bir ish olganda iloji bo'lsa yozma ravishda ko'rsating. Kvartira olasiz, ish olasiz, tom yopasiz, g'isht terasiz, pinoblok terasiz qog'ozga. Yozma ravishda, kompyuter o'zingizda bo'lsa bitta notebook oling, WhatsAppga taylab bering. Yozingda перечень ремонт для жилого помещения deb yozingda обязанность заказчик, подрядчикda полный обязанностьlarni yozing. O'sha internetda bor-ku, ochiq manbalarda hammasi. Plan grafik tuzib chiqing, полный. 3 ga bo'ling pulni. Birinchi etap chorniy ish, ikkinchi etap подготовительный ish, uchinchi etap чистовой ish. Bo'ling. Birinchi kunda 20 kunda tugataman. Men shuncha pul berasan tugatgandan keyin. Uchinchisi, ikkinchisi 1 oyda tugataman. Shuncha pul berasan. Uchinchisi aboyda boshqasini bu yog'ini, uchinchisi chistovoy ish tugataman. Oxirida shuncha pul berasan. Rozimisan shunga? 2 ekzemplyar qo'l qo'y. Shunday qo'l qo'ydi. Qani qayerga borar ekan? Men mana shunday qilib ishlaganman. Har bir obyektni olsam qog'oz qo'ylaydim o'zimga, monikay deb. O'rislar qog'ozni yaxshi ko'radi. Aniqlikni, gрамотныйlikni yaxshi ko'radi o'rislar. Shuning uchun og'zaki dogovor qilmang. Har doim aytib qo'y, qog'oz bilan как положник gрамотный ishlang. O'rischani sochib yormang. Shunday sochib yoraman, o'zi terib oladi, tushungan. Noto'g'ri bu narsa. Siz обязательно o'rischani to'shli, aniq aksent bilan bo'lsa ham, aniq to'shli gapiring. Men mana shu ishni qilaman, shunday qilaman. Senga 2 oyda mana shu kvartirani chiqarib beraman. 2 oyda tomingni yopib beraman. 2 oyda g'ishingni terib beraman. 2 oyda palonchingni qilib beraman. 3 oyda mana o'ngni qilib beraman. Mana unga qo'l qo'ysang, men ishlayman, bosaman gaziga. Shundagina yutasiz. Hamma joyda reja bo'lish kerak. Reja bo'lmasa yutqizasiz. Siz xazayindan bersa olaverasiz pulni. Bersa olaverasiz. Sizga allab bir 15 ming berib qo'yadi. Keyin bir 2 kundan keyin keladi 30 ming berib qo'yadi. Yana ko'ringanda pul ber deyverasiz. Chunki reja yo'q sizda. Mana o reja bo'lganda edi, plan grafik bo'lganda edi. Sizga aniq reja bo'ladi. O'risam biladi. Bu shkaturkani tugatadi, elektrik tugatadi, stoyashkani tugatadi. Men bunga keyin 200 ming rubl beraman. Reja mana shunday bo'ladi.
Siz demak shunga qarab ish qilasiz. Shular tugatganingizdan keyin o'risdan so'rab yotmang. 15 ming avans ber, 20 ming avans ber. O'zi olib kelib beradi. Ma, shkaturkani tugatding, steyashkani tugatding, elektrik santexnik tugatding, xizmatingga rozi bo'l. Mana qog'oz bo'yicha birinchi etap tugatding. Haqiqatan ham 1 oy devding, 20 kunda tugatding. Otangga rahmat seni deb. Qulluq qo'yaradi o'rislar. Sizga qulluq qo'yaradi agar shunday qilib ishlasangiz. Men senga pul deb stolning ustiga mana bunday qilib 200 ming rublni qo'yadi. Bo'ldi deng, damni olib, keyin bunday qiling. Boshqa obyektga o'tib ketingda, men endi 1 hafta dam olaman, charchadim deng. Bo'ldi, bor damingni olaver deydi. 1 hafta borasizda, naryoqda kvartiram bor, 1 haftada kafelni urib kelasiz. U yoqdan ham 100 ming qoqib kelasiz. Bo'ldi, yana qaytib keldingiz. Bu kvartira zaynitku. Yana dashi davom etasiz. Ketdi bu yog'i, shpaklyovkani qilyapsiz, kafellar teryapsiz, bu yog'i santexnik narsalar qo'yyapsiz, boshqa qilyapsiz. Buni ham 20 kundan keyin o'zi pulni olib kelib beradi, mana bunday qilib. Uyga jo'natganingizda o'zingiz yeb ichishingizga olib qoling pul. Siz ertaga bir tinigacha uyga jo'natib yormang. O'zingizni ham yeb ichishingiz bor-ku. Bir oylik xarajatlaringizga pul olib qoling. 10 ming, 20 ming, 30 ming. Ana shundagina bular hurmat qiladi. Ana shundagina. Men 15 yil ishlaganman. Men bularni polni bilib bo'lganman bularni. Sizda xatoyingiz reja yo'qligi, xazayin ko'ringanda pul so'rashligingiz. Pul so'ramang. O'zi olib kelib beradi pulni, allamaydi bular. Ishni cho'tga qiling. O'zingizning uyingizda qanday remont qilsangiz, tasavvur qiling, men mana shu yerda yashayman. Siz qilgan remontga, siz qilgan kasyapga o'zingiz yashaysizmi? Masalan, tasavvur qilib ko'ring-da. Shunday kasak qilib ketasiz, bir xil joylar nomiga urib ketasiz, tasavvur qiling, o'zingizning uyingizga shunday qilasizmi? Sizga o'xshagan odam yashaydi-ku u yerda ham. Yurakdan ishlasangiz, o'sha narsani kasak qilmay, nima deydi, qo'l tegdi qilib ketmasangiz, albatta sizga Rossiyada omad kulib boqadi. Bu gaplarimni eslab qoling. O'rischani bilish, gрамотныйlik, aniq ravshan gapirish rus tilida, sochib yubormaslik. Gaplarni sochib yuboraman. Yo'q. Bu noto'g'ri bu narsa. Aniq gapiring. Bo'ldi.